UBS universitetiga o'qishga topshirmoqchi edik. Shunaqa. Ha, o'qimoqchi edingmi? Qo'ldan foyda, o'qishdan foyda yo'q. Sotib millioner bo'lib ketadi. Ma'lum bo'lmoqchimisan? Ha, olmoqchi. Bo'ldi, o'qishdan atmay qilaman. Bormayman. Yo'q, qalay bo'yka, yo'lda urma. Ular achigandan sotilmadi ham bironta. Yo'q, achiganda emas u. Pishmaganidan xomiz qo'yibmiz. O'zi o'shani bo'ygan gapiga o'qishga topshirishim kerak. Mazza qilib o'qib yuradi. Suvlonga bera olmayman. Yo, 2,5 millionga ishlaydi bitirib turib. Biz 2,5 milliard topishimiz kerak. Qani o'qib? Shilaka blok chiqaramiz. Xitoy devori qulab tushdi-da, boshqa shilaka blokdan ko'tarishadi. Men kimya bilan gaplashib qo'ydim. 180 ta kamazda jo'natib olsang, mo'ri pul tayyor qolib ketamiz. Yo'q-e? Ha, ma'lum bo'lasan, qora. San bironta biznesga o'xshaganmi o'zi? Men yoshligimda sheribum sotgan matoq qilganman. Ha, molla qalaysizlar? Bo'ykami? Men sizlarga nima dedim? O'qish kerak dedimmi? Mana natijasi. UBS. Qilichev Sunnatmisiz? Da. Tabriklaymiz. Siz UBS universitetiga o'qishga qabul qilindingiz.